Assalomu alaykum aka-ukalar, mana navbatdagi obyektimizni ham o'z egalariga topshiryapmiz. Bu obyektimiz Samarqandda shaharida bo'lib 46 ga 30 qilib konteyner profildan yasab berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin ichki ko'rinishlarni ham. Stokalarning orag'ini 4 metrdan tashlab berganmiz. Stokalarimiz o'zi mana tugatish jarayonida. Tagiga shumkalari bilan tulgasini qo'yib berganmiz, tulgasini bonusiga qo'yib berganmiz. Bu joyimizniki summasiga bo'lsa 1 kvadratini 230 mingdan yasab berdik. 230 mingga barcha mahsulotlar o'zimizdan, uy egasi yotoq joy, oziq-ovqat beradi, bo'ldi. Qolgan xizmatlarini o'zimiz podключini bitirib beramiz. Bizning xizmatlarimiz bilasizlar 12 ta viloyatga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarsa 0 dan 100 gacha joyiga borib bitkazib kelaveramiz.